do'stlarimiz, mana murojaatga binoan Toshkent viloyati Toshkent tumaniga tashrif buyurdik. Aholi bilan ham uchrashdik, gaplashdik. Aholi aytilishicha bu yerda yo'l masala, ayniqsa kuz-qish mavsumida chiroq ham masala. Shu masalaga bois biz bir qator davlat tashkilotida, xususan hurmatli muhtaram yurtboshimiz administratsiyasiga, Vazirlar Mahkamasiga, O'zbekiston Respublikasi Senatining raisi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi Qonunchilik palata raisi nomiga qonunda belgilangan tartibda arizalar tayyorlab qo'ydik. Xudo xolisa, umid qilaman, qonunda belgilangan tartibda arizalarga binoan barcha kamchiliklar bartaraf qilinadi. Mana sizlarimiz qo'li yetar yetmas bo'yapti asosida. Ko'chalarimiz yaxshi ahvol, va'dani berishadi, qilishmaydi. Assalomu alaykum. Boboga bir narsa to'g'ri mana shu ko'chalar to'g'risida. Qarshimlarni qarang, istalmalarni. Sizlarimiz mana qasr vaqti. Mana asfalt bo'lmagan ko'chalarimiz hamma yoq. Yasimiz yaxshi. Buni qilib beraman deb qachon edi qilib ketishgani? 4 yil bo'ldi. Ham yotibdi, 4 yil bo'ldi, ha? Qachon bu asfalt bo'ladi, qachon bu suvga ko'tariladi? Ha, gapir.